Hammaga salom. Unreal Engine'da tayyorlangan interaktiv sahnani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu proyektda ishlatilgan sahnani Fab'dan bemalol skachatib olish mumkin. Bu tekin. Bu aynan interyeri o'zi. Hop, buni interaktiv qilishimiz uchun hop, o'sha proyektni biz exe, ya'ni o'yin formatiga o'tkazib bo'lganmiz. Hop, bu qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, o'yin uстановка qilinganda uстановка qilinmaydi, faqat exe faylni ichiga kiriladi, bo'ldi. Hop, proyektimiz ochildi. Proyektimizda ikki xil rejim bor. Birinchisi xuddi shunaqa uchib yuradigan rejimi yoki personaj tanlab yurishimiz ham mumkin. Hop, proyektimizda yana nimalar qilish mumkin deydigan bo'lsak, proyektimizda 80-90% narsa interaktiv, ya'ni joydan qimirlatish mumkin yoki misol uchun joydan qimirlatish mumkin, bemalol rotate qilish mumkin. Bitta bo'lmas, ustidagi elementlarni o'zini ham даже o'zgartirish mumkin. Hop, undan tashqari buni materiallarni o'zgartirishimiz mumkin. Yoki pastga o'chirib qo'yishimiz ham mumkin. Shunaqa. Hop. Bundan tashqari yana nima qilishimiz mumkin? Bu yerda ham xuddi shunaqa materiallarimizni change qilishimiz mumkin. Hop, bundan tashqari televizor yoqishimiz mumkin. Hop. Bu yerda divanimizda materiallarni, detalni, har bitta elementda alohida materiallarni o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda yozib qo'yilgan, hop, yostiqlarni o'zi. Narsalarni interaktiv joylashtirishimiz ham mumkin. Hop, bu stoldan bu stolga bemalol olishimiz mumkin yoki o'zini bemalol bu yoqdan bu yoqqa ko'chirishimiz ham mumkin. Hop, bu yerda yana auto attach degan narsa bor. Hop, bu detallar bir-birining ustida turganini his qiladi. Hop, uni bemalol bu yoqdan bu yoqqa surib qo'yishimiz ham mumkin. Xuddi shunaqa jismlarni bu stol ustidan bunisini ustiga o'tkazishimiz ham mumkin. Undan tashqari hop, chiroqlarimiz rangini o'zgartirishimiz mumkin yoki bu yerda bo'limlarimiz bor. Hop, bo'limlardan biz lighting tanlab olsak, bu yerda hop, lamp off, lamp on degan bor. On deb qo'yadigan bo'lsak, o'sha bunda sveti bor, lampochkani qo'yishimiz mumkin. Hop, buni ham xuddi shunaqa rangini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Bu bo'lim haqida alohida tushuntirib beraman. Birinchisi xonani o'zini ko'rsatib beraman. Hop, tuni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Hop. Yuramiz. Böyle stullarimizni ham bemalol joyini surishimiz mumkin yoki materiallarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari stol ustidagi narsalarni ham stoldan bu stolga bemalol chiqarib tushirishimiz mumkin. Hop. Biz qaysi detalni o'xshaydigan bo'lsak, bu yerda konfiguratsiyasida chiqadi. Agar material o'zgaradigan bo'lsa, hop, xuddi mana shunaqa chiqadi materiallar. Hop, misol uchun mana bunda materiallar chiqmaydi. Biz xohlasak, bularni ham rangini xohlagancha variatsiya qilib o'zgartiradigan qilishimiz mumkin. Hop, material yoqlarini ham lekin bemalol surish mumkin, rotate qilish mumkin. Misol uchun bu stoldan olib bemalol bu stol ustiga qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Bu hammasi real time'da interaktiv bo'ladi. Bu уже Unreal programmani o'zi emas, bu exe fayl kak o'yindagi bo'ladi. Hop. Misol uchun rangini o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin. Bundan tashqari yana nima qilishimiz mumkin? Ustunlarimizni ham rangini o'zgartirishimiz mumkin. Общий stolimizni o'zini qimirlatsak ham bo'ladi. Stolimizni qimirlatganda hop, ustidagi detallar ham birga qimirlaydi. Bularni ham his qiladi. Bundan tashqari bu yoqqa xonaga kiradigan bo'lsak, eshigimiz ochiladi. Bu xonada nima bor? Bu xonada ham televizor bor. Hop, yana bosganimizda televizor yonadi. Yana qaytadan yana bossak o'chadi. O'zi ekranda ko'rsatib qo'yilgan. Hop, bundan tashqari divanimizni olishimiz mumkin. Hop. Buni ham xuddi shunaqa har bitta detalni alohida rangini o'zgartirishimiz mumkin. Hop. Bir-biriga ta'sir qilmagan holda, misol uchun. Xuddi shunaqa. Yostiqlarni rangini alohida o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun xuddi shunaqa.
Hop, yana qanaqa nimalar qilish mumkin desak. Hop, katalogdan rangini o'zgartirishimiz mumkin. Biz xonani qaytadan jihozlab chiqishimiz ham mumkin bemalol. Misol uchun buni o'chiramiz. Shunday qilib ularni o'chirib chiqamiz. Hop, ceiling lighting o'tib olamiz. Idealdan ceiling light. Xonaga qilishimiz mumkin. Aynan bu mijoz xohlagancha bemalol mijoz yonida surat narsalarni o'zgartiradi yoki o'zi xohlagan boshqa narsaga o'zgartirib berish imkoniyatini beradi. Yoki misol uchun mana bunisini qilishimiz mumkin. Yoki bunisini qilish mumkin. Buni mijozni xohishiga qarab istalgancha o'zgartirish mumkin. Yoki istalgancha qo'shish yoki kamaytirish mumkin. Ranglarni ham xuddi shunaqa. The kitchen bo'limida yana nimalar bor deydigan bo'lsak, bu bo'limlarda biz o'sha sahnamizda ishlatadigan detallarimiz bor. Hop, misol uchun qozonimiz bor, hovlisi. Hovlisi o'sha chashkalarimizni qo'shsak bo'ladi. Undan tashqari choynak. Xuddi shunaqa tarelka. Hop. Fruit ichida mevalarimiz bor. Mevalarimiz ham bemalol stolimiz ustiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Stolda qimmatganda bular hammasi birga qimmatlaydi. Bularni ham o'chirib qo'yishimiz mumkin. Hop. Qaytadan bemalol joylashtirishimiz mumkin. Nafas olamiz. Stullarimizni ham xuddi shunaqa joylashtirib chiqishimiz mumkin. Hop, bundan tashqari misol uchun bizga mana bu gul yoqmasa, uni postga o'chiramizda videolar boshqa gulni qo'yishimiz mumkin. Bu gul ham interaktiv, o'sha qimmatganimizda qandaydir bunaqa dinamikli va ancha qiziq bo'ladi. Yaxshi ko'rinadi deb o'ylayman. Hop. Bu yerda tabellarimiz bor. Buni ham xohlagan joyimizga joylashtirishimiz mumkin. Shuning uchun dekor bo'limi o'tib, buni ustiga bemalol narsa qo'yib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu kitobni qo'ysak, avtomatik ustida turadi kitob. Hop. Shuning uchun bu yurganimizda ustida birga harakatlanadi. Misol uchun mana dekorni ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Hop. Bundan tashqari bu yerda rasmlar bor. Devorga bemalol kartinkalar ilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun yurganimizda bu avtomatik devorni his qiladi o'zi. Agar nima qiladigan bo'lsa, hop. Devorga ham bemalol devorga ko'rinishiga qarab o'zi joylashtiradi. Misol uchun shunaqa tusimiz mumkin. Okey. Xuddi shunaqa. Joylashtirish bilan mumkin. Hop. Bundan tashqari yana nima qilishimiz mumkin? Misol uchun xuddi shunaqa lyustra qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bular hammasi dinamik bo'ladi, qimillab turadi. Just o'chirib qo'yamiz. Umumiy olganda shu narsalar
Misol uchun bu yerda chiroqlarni o'chirib qo'yishimiz mumkin. yoki prosta o'zini ham o'chirib tashlashimiz mumkin. Bu yoqdan qaytadan bemalol qo'shib olamiz. Misol uchun o'rniga turbilmanlarni qo'shib olishimiz mumkin. yoki bemalol o'zlariga stabiliz ustiga ortiqcha narsalarni olib tashlashimiz mumkin. Bemalol o'chirib qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bizga kerakli bo'lgan rakursda bemalol screenshot qilishimiz ham mumkin. Xuddi mana bu yoqda уже bu yoqda real time'da render bo'lyapti. Shuning uchun render degan narsani bemalol esdan chiqarib, bizga xohlagan o'zimizga kerakli bo'lgan rakursga to'g'ri olib, bitta bosadigan bo'lsangiz, avtomatik screenshot oladi. O'sha proyektimizni joyida saqlanib oladi. Bu yoqda o'sha full screen ekranda ko'rishimiz mumkin. Umumiy shu narsa. Hammaga rahmat. Ko'pchilik o'ylaydi, Unreal Engine'dagi proyektni ochish uchun menga kuchli kompyuter kerak deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Hop, misol uchun mana notebookimizni xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Hop, Core i5 video kartasi, hop, bilmadim qanaqa video karta, menimcha 3 gigabaytli, почти yo'q video karta desak ham bo'ladi. Hop, o'sha mana notebookda proyektimizni ochib ko'ramiz. Hop. Proyektimiz saytga hozir saytga upload qilingan, через sayt orqali ochiladi. Bunda kompyuter kuchi talab qilinmaydi, faqat internet yaxshi ishlasa bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Proyektimiz ochildi. Internet bilan bog'liq zadержка bo'lmasa, kompyuter o'ziga bemalol istalgan video kartani tanlab, o'shanga moslashtirib qo'yishimiz ham mumkin. Xuddi shu proyektimiz. Yo'qda bemalol ishlaydi.